Bismillah, elhamdülillah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qarindaşlar, hazır okuyduğunuz Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Camil Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 9. tomu. Bugün anlaydığınızla çoğun uruşlar ve kıyamet alametleri bölümü. İmam Buxariyning 936 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Mening payg'ambar bo'lib avatilishim bilan qiyomatning orliqi mushinchilik, ya'ni ikki barmoqning orasichilik qildi. İmam Buxariyning 7118 numaralı hadisida Said ibn Musayyab radhiyallohu anhu Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hijaz zamanidan bir o't chiqib, Busradagi tugalarning bo'ynini yo'ritmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Tirmiziyning Sahih rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomatdan ilgari Hazramavtdan yoki Hazramat dengiziga yaqin joydan bir o't chiqib, baliq insonni bir yerga yig'idi dedi. Sahobalar u chog'da biz nima ish qilishimiz kerak deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom Shamga ketinglar dedi. İmam Buxariyning 3329 numaralı hadisida Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qiyomatning oldingi alomati shuki, insonlarni mashriqdan mag'ribga yig'adigan bir o't chiqadi. İmam Buxariyning 3590 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlar qizil yuzlik, burni panoq, ko'zi kichik, yuzlari kang va yumaloq, chupurdan to'qilgan oyoq kiydigan, xo'z va karman ajamlari bilan urush qilmag'icha qiyomat bo'lmaydi. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: Ular Bazir, ya'ni Faris ahlidir. İmam Müslimning 2912 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Musulmonlar yuzlari kang va yumaloq, yung kiyim va chupurdan to'qilgan oq kiyim kiydigan turklar bilan urushmag'icha qiyomat bo'lmaydi. İmam Müslimning 2897 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Rumluqlar a'moq yoki dabiq degan yerga tushmaguncha qiyomat bo'lmaydi. U chaqda Madinadan yer yuzining eng sarxil qo'shini chiqadi. Ular qarama-qarshi kelib sap tuzib turganda Rumluqlar bizning yo'limizni to'smanglar, biz odamimizni asir olganlar bilan urushimiz deydi. Lekin musulmonlar Allohning nomi bilan qasamki, qarindoshlarimizni sizlarga topshirib bermaymiz deb turib oladi. Shuning bilan ularning orasida urush boshlanadi. Musulmonlarning 3dan 1 qismi urush maydonini tashlab qochadi. Allah ularning tavbalarini hargiz qabul qilmaydi. 3dan 1 qismi shahid bo'ladi. Ular Allohning nazarida eng ulug' shahid hisoblanadi. Qolgan 3dan 1 qismi g'alaba qiladi. Shuningdan keyin ular hech qanday qiyinchilikqa duch kelmaydi. Ular Qustantiniya, hozirgi Istanbulni ozod qiladi. Qilichlarini zaytun darxiga esib qo'yib, g'animatlarni taqsim qilayotganda bir shayton chiqib, yurtinglarni Dajjal besib oldi deb to'laydi. Ular yugurib chiqadi. Lekin buning yolg'on ekanligini bildi. Shamga yetib kelganlarida Dajjal haqiqatan chiqadi. Ular sapni tuzab urushga tayyorlik qilayotganda namozga takbir aytiladi. Shu vaqtning o'zida Isa alayhissalom tushib, ularga imom bo'ladi. Allohning dushmani Dajjal uni ko'rganida xuddi tuz suvda erigandek erishga boshlaydi. Isa alayhissalom uningga chaqilmasimi, u erib halok bo'lib ketadi. Ammo Alloh uni Isa alayhissalomning qo'li bilan o'ltirdi. İsa alayhissalom insonlarga naysining uchidagi qonni ko'rsatdi. İmam Müslimning 2899 numaralı hadisida Busayra ibn Jabir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Kufada qizil shamol chiqqan edi. Bir kishi kelib,
Abdullah ibn Mas'ud qiyomat bo'ldi dedi. Abdullah ibn Mas'ud yanpashlab yotgan yerdan o'ltirib, miras taqsim qilinmaydigan, g'animat bilan xushal bo'lmaydigan vaqt kelmoqcha qiyomat bo'lmaydi deb qo'li bilan ishon tarafni ishorat qildi. Ondan so'zini davomlashtirib, dushmanlar musulmonlarga qarshi urush qilish uchun tayyorlik ko'radi. Musulmonlarmi dushmanlarga qarshi odam to'playdi dedi. Uningdan rumliqlarni nazarda tutamsan deb so'ragan edi, bunday javob berdi. U urushda nihoyat qattiq jang bo'ladi. Musulmonlar qat'iy chekinmaydigan fidoyi qo'shin tashkillab oldingi safga avatidi. Ular dushmanlar bilan qattiq elishidi. Qorong'u tushishi bilan urush to'xtaydi. Har ikki taraf bir-birini yengolmaydi. Fidoyi qo'shin o'lib tugaydi. Ondan musulmonlar yana fidoyi qo'shin tashkillab oldingi safga avatidi. Ularmi dushmanlarga qarshi qattiq elishidi. Qorong'u tushishi bilan urush to'xtaydi. Har ikki taraf bir-birini yengolmaydi. Bu qatimqi fidoyi qo'shinmi o'lib tugaydi. Ondan musulmonlar yana fidoyi qo'shin tashkillab oldingi safga avatidi. Ularmi dushmanga qarshi janjahli bilan urushidi. Yana qorong'u tushishi bilan urush to'xtaydi. Har ikki taraf bir-birini yengolmaydi. Bu fidoyi qo'shinmi o'lib tugaydi. 4-chi kuni musulmonlardan hayat qilganlar g'ayrat, jasorat va chidamchanlik bilan umumyuzlik hujum boshlaydi. Ana shu chaqda Alloh taolo dushmanni ig'ir talafotga uchirtadi. Urush shundoq shiddatli bo'ladi-ki, hatto ularning yonidan uchib o'tib qolgan qushlarmi yerga tushib ketadi. Bir dadaning 100 bolasi bo'lsa-mu, ulardan faqat biri qoladi. Bundaq ahvol ostida qaysi g'animatga xushal bo'ladi yoki qaysi mirasni taqsim qiladi? Shundoq turgan vaqtlarida buningdanmi cho'ng bir falokatning kelganligini anglaydi. Shu arada bir kishi kelib, Dajjal sizlarning bola chaqalaringlarga musallat bo'lib oldi deb to'laydi. Shuning bilan ular qo'llaridagi narsalarini tashlab, u yerga otlanadi va 10 otliq kishidan tashkil topgan Turshavul qismi avatidi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan edi: "Men ularning va dadillarining ismlarini, hatto otlarining rangini bilaman. Ular o'z zamonining eng kuchli otliq qo'shini bo'ladi." İmam Müslimning 2920 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir tarafi quruqliq, yana bir tarafi dengiz bo'lgan bir shaharni angladinglarmi deb so'radi. "Ha, ey Rasululloh" deb javob bergan edi Payg'ambar alayhissalom. "Issoq o'g'illaridan 70 ming kishi u yerni elish uchun urushga chiqmoqcha qiyomat bo'lmaydi. U yerga yetib berib bir joyga tushadi. Ular na o'qiya, na neyzi qilich ishlatmaydi. Faqat la ilaha illalloh Allohu akbar deydi. Birinchi qatim shundoq deganda shaharning bir taraf fatih bo'ladi. Savr ibn Ziyod Payg'ambar alayhissalomning birinchi qatimda shaharning dengiz taraf fatih bo'ladi degani aniq yodim turibdi degan. Ikkinchi qatim la ilaha illalloh Allohu akbar deydi. Shuning bilan shaharning yana bir tarafi fatih bo'ladi. Uchinchi qatim la ilaha illalloh Allohu akbar deganlarida bo'lsa shahar butunlay fatih bo'ladi. Shuning bilan ular shaharga kirib nurg'unlagan g'animatni qo'lga kirgizadi. Ular g'animatlarni taqsim qilayotganlarida Dajjal chiqdi deb chaqirgan ovoz anglaydi-da, qo'llaridagi narsalarni darhol tashlab orqaga qaytadi. İmam Müslimning 2922 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Musulmonlar Yahudilar bilan urushmagacha qiyomat bo'lmaydi. Musulmonlar ularni o'ltiradi. Hatto Yahudilar tosh va daraxtlarning orqasiga yoshirinib oladi. Lekin tosh bilan daraxt: "Ey musulmon, ey Allohning quli, orqamda Yahudi bor, bu yoqqa kelib uni o'ltirgin" deydi. Faqat G'arqat degan daraxtlar undaq demaydi, chunki u Yahudilarning daraxidir. Tirmizining sahih rivoyatida Huzayfa ibn Yamani radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Paskashning pushtidan bo'lgan paskash dunyoning eng beyi bo'lmoqcha qiyomat bo'lmaydi." Tirmizining sahih rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jinim ilkid bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, yirtqich hayvon insonlar bilan so'zlashmagicha, inson qamchisining uchi va kashning buqqisi bilan so'zlashmagicha, o'z uyidan ayrilgandan keyin oilasining nima qilganini yotsa anglatmagicha qiyomat bo'lmaydi."
İmam Buxariyning 7116 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Davs qabilasining ayollari Zulxalasa butxonasi atrofida qo'nglarini to'lg'ab o'yinga tushmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Zulxalasa Davs qabilasi jahiliyat davrida cho'qingan butning ismi. İmam Buxariyning 3517 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qahton o'g'illaridan bir odam chiqib, assi bilan odamlarni aydimigicha, ya'ni kishilarga podshoh bo'lmoqcha qiyomat bo'lmaydi. İmam Ahmedning 13421 numaralı hadisida Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Yer yuzida la ilaha illalloh deydigan odam qilmaganda qiyomat bo'ladi. Tirmizining sahih rivoyatida Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Vaqt bir-biriga yaqinlashib barakat ko'tarilib, bir yil bir oydek, bir oy bir haftadak, bir hafta bir kundek, bir kun bir soatdak, bir soat 30 kundek bo'lib ketmaguncha qiyomat bo'lmaydi. İmam Müslimning 2949 numaralı hadisida Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yaxshi inson qolmaganda qiyomat bo'ladi degan. İmam Müslimning 2894 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Firat daryosidagi oltin tog' ochilib qilib, insonlar bir-biri bilan urushmoqchi qiyomat qoyim bo'lmaydi. Bu urushda har 100 kishidan 99 o'ldiriladi. Ularning har biri men qutulib qolaman degan umidda urushidi. İmam Müslimning 158 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jinim ilkida bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, toki bir kishi qabr beshiga kelib, uningga yo'langan holda kashki bu qabrda kishi men bo'lsamchi demigicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Halbuki bu so'zni so'zlayotgan narsa din emas, balki uning beshiga kelgan baloyi ofatdir. İmam Müslimning 2911 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jahad ismli biri podshoh bo'lmoqcha, kunduz va kechalar oxirlashmaydi. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lmaydi. İmam Müslimning 1010 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Yer o'zining bag'ridagi oltin kumushlarni qusib, ustiga chiqarib o'tadi. Qotil kelib, men mushuni deb odam o'ltirgandim deydi. Sizlar rahimni uzgan kishi kelib, men mushuni deb sizlar rahimni uzgandim deydi. O'g'ri kelib, mushuning sababidan qo'lim kesilgan edi deydi. Keyin ular uni tashlab, hech narsa olmasdan ketib qoladi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abdullah ibn Avala radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ey ibn Avala, xalifalikning Baytul Muqaddas taraf ketganligini ko'rguningda, yer tavlash, baloy ofat va cho'ng hadislar yaqinlashgan bo'ladi. Ana shu chaqda qiyomat insonlarga bu qo'limning beshinga bo'lgan yaqinligidan yaqinroq bo'ladi. İmam Buxariyning 7121 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ikki cho'ng musulmon qo'shini bir-biriga qarshi urush qilmoqcha qiyomat bo'lmaydi. Gerçi ularning da'volari bir bo'lsa-mu, oralarida cho'ng urush bo'ladi. Har biri Allohning payg'ambar ekanligini da'vo qilgan 30 ga yaqin yolg'onchi dajjal chiqmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. İlim ko'tarilmaguncha, yer tavrash ko'paymaguncha, vaqt bir-biriga yaqinlashib ketmaguncha, fitnalar oshkora bo'lmaguncha, urush ko'paymaguncha, oranglarda mol dunyo eshib-teshib, boylar zakot beradigan kishilarni topolmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Mol shunchalik ko'payib ketadiki, boylar melining zakatini kimga tanglasa, u kishi boyga mening buning ehtiyojim yo'q deydi. İnsanlar igiz binolarni qurmoqcha, hatto bir kishi birining qabrisidan o'tib ketib, kashki buning o'rnida men bo'lsamchi demigicha, quyosh g'arbdan chiqmoqcha qiyomat bo'lmaydi.
Quyosh g'arbdan chiqqanda iymon etmagan kishi qolmaydi. U chog'da aytilgan iymon foydasiz bo'ladi. Qur'onda mundaq deyilgan: Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunida ilgirki iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Ikki kishi sodalash uchun raxtlarini yeyib, tex sodalashilmay, hatto raxtlarini qatlashga ulgurmay turib qiyomat qoyim bo'ladi. Tugisining sutini saqqan kishi sutini ichishga ulgurmasdan qiyomat qoyim bo'ladi. Kishi kulini rimnut qilib, uningdan foydalanishga ulgurmay turib qiyomat qoyim bo'ladi. Bir kishi loqmasini og'ziga ilib, yutishga ulgurmay turib qiyomat qoyim bo'ladi. Boshqa bir rivoyatda mundaq deyilgan: Arab diyori bog' bo'ston va eriq o'stanlik holatiga qaytmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. İmam Müslimning 2901 numaralı hadisida Uzayfa ibn Asad G'ifari radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz aramizda mutolaa qilyotdik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kirib keldi va nima to'g'risida muzokara qilyapsizlar deb so'radi. Biz qiyomat haqida so'zlashyotdik degan edik. Payg'ambar alayhissalom qiyomatdan burun 10 xil alomatni ko'rmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ular tutun, Dajjal, g'alati maxluq, quyoshning g'arbdan chiqishi, Maryam o'g'li Isa alayhissalomning tushishi, Yajuj va Majujning chiqishi, Mashriqda, Mag'ribda va Arab yarim orolida har birida birdan 3 yer yutish bo'ladi. Eng oxirida Yamandan bir o't chiqib, insonlarni mahsharga qaydaydi, dedi. Boshqa bir rivoyatda mundaq deyilgan: Adan zaminining ostidan bir o't chiqib, insonlarni ko'chirib o'tadi. Boshqa bir rivoyatda bo'lsa, shamol chiqib, insonlarni dengizga tashlaydi deb kelgan. Boshqa bir rivoyatda mundaq deyilgan: Adan zaminining ostidan bir o't chiqib, insonlarni haydaydi. Ular yotgan yerda yotadi, ular aram olgan yerda aram oladi. İmam Buxoriyning 3176 numaralı hadisida Avf ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Men Tabuk g'azotida Payg'ambar alayhissalomning yoniga keldim. U terda yasalgan va bir chidirning ichida edi. U mundaq dedi: Qiyomatdan burun bu 6 ishni sanagan. Mening o'limim, Baytul Muqaddasning ozod qilinishi, xuddi qo'y vabosidek bir vaboning oranglarda paydo bo'lishi, mol dunyo ko'payib ketishi. Mol shu darajada ko'payib ketadiki, bir kishiga 100 dinar berilsa, rozi bo'lmay ortiqcha qilib qaraydi. Arab o'ylarining birini qoldirmay, hammasi kiradigan fitna. Asfar o'g'illari Rumliklar bilan oranglarda bo'lgan tinchlik kelishimi. Keyin ular kelishimga xiyonat qilib, oldinlarga 80 sanjiq askar bilan hujum qilib keladi. Har bir sanjiq ostida 12 ming askar bo'ladi. İmam Müslimning 2941 numaralı hadisida Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bunu hadisini yodlab olgan edim. Qiyomatning dastlabki alomatlaridan biri quyoshning patqa yerdan chiqishi va chashka vaqtida yer hayvonining chiqishi bo'lib, bularning qaysi biri yana birdan burun chiqsa, keyingisi uning orqasidan chiqadi. Abu Davudning Hasan rivoyatida Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Baytul Muqaddas avatlashib, Yasrib Madina xaroblashib ketdi. Yasribning xaroblashib ketishi katta urushning chiqishi demakdir. Katta urushning chiqishi Konstantinopol, hozirgi Istanbulning ozod qilinishi demakdir. Konstantinopolning ozod qilinishi Dajjalning chiqishi demakdir. Ondan Payg'ambar alayhissalom so'zini anglab o'tirgan kishining yo'tisiga yoki dulsi qo'li bilan urib qo'yib mundaq dedi: Bu sening, ya'ni Muaz ibn Jabal nazar tutilmoqda. Bu yerda o'tirganingdekla haqiqatdir. Tirmizining sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ummatning oxirida yer yutish, maymun va to'ng'izga aylanish, beshiga tosh yig'ish hodislari maydonga keladi dedi. Men, ya'ni Aisha, ey Rasululloh, aramizda yaxshi insonlar bo'lsa halok bo'lamdi deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, zina ko'paygani shundoq bo'ladi" deb javob berdi.
İmam Müslimning 2900 numaralı hadisida Nafi ibn Utba radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan billa qadaq chiqdik. U arada Payg'ambar alayhissalomning yoniga mag'rib tarafdan bir qavm keldi. Ular ustiga yongdan to'qilgan kiyim kiyib olgan bo'lg'achqa, Payg'ambar alayhissalom bilan akama degan joyda uchrashdi. Ular tik turadi. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa o'ltirgan edi. Nafsim menga berib payg'ambar alayhissalomning yonida turgan. Ular payg'ambar alayhissalom yangilik qilib qo'ymsin deydi. O'z ichimda balkim ular bilan bir foydali ish maslahat qilayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim-da, payg'ambar alayhissalom bilan ularning orasiga kelib turdim. Payg'ambar alayhissalomning ularga aytgan so'zlaridan 4 og'izni yodga olib oldim. Ularni qo'limda bir-birlab sanab beraman. Arab orlig'i urush ichib, uni fath qilsalar, farislar bilan urushsalar, Alloh sizlarga fathni muyassar qiladi. Rumluqlar bilanmi urushsalar, Alloh sizlarga yana fathni muyassar qiladi. Keyin Dajjal bilan urushsalar, Alloh buningdimi sizlarga zafar ato qiladi. İmam Müslimning 2538 numaralı hadisida Jabir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Men payg'ambar alayhissalomning vafotidan bir oy burun mundaq deganligini angladim. Sizlar meni qiyomat haqida Sizlar mendan qiyomat haqida so'raysizlar. Ammo qiyomatning qachon bo'lishini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh bilan qasam qilamanki, hozir nafas olayotgan, yashayotgan insonlarning hech biri 100 yildan ko'p yashamaydi. İmam Buxariyning 601 numaralı hadisida Buxariy Ibn Umar radhiyallohu anhumadan yuqorqining o'qishini naql qilgan bo'lib, uningda yana mundaq deyilgan. Payg'ambar alayhissalom yuqorqi hadisdagi so'zidan shu asrki insonlarni maqsad qilgan. İmam Buxariyning 6511 numaralı hadisida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Sahra arablari payg'ambar alayhissalomning yoniga kelgan chaqlarda qiyomat qachon bo'ladi deb so'rashadi. Payg'ambar alayhissalommi ularning eng kichigi qarab turib, agar bu bola yashsa, u qirishdan burun sizlarning qiyomatinglar qoyim bo'ladi. Ya'ni sizlar o'lib bo'lsizlar deb javob beradi. Abu Davudning Hasan va Sahih rivoyatida Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Dunyoda qiyomatga bir kun qolgan bo'lsa-mu, Alloh u kunni uzartadi. Keyin u kunda mendan va yoki mening ahlimdan ismimga, dadasining ismimi dadamning ismiga o'xshaydigan bir kishini avatadi. U kishi zulm va haqsizlik bilan to'lgan yer yuzini adolat va insofga to'ldiradi. Abu Davudning sahih rivoyatida Salama radhiyallohu anha mundaq deydi: Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Mahdi mening naslimdan Fatimaning avlodidindir deganligini anglagan edim. Abu Davudning Hasan rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Mahdi mening naslimdandir. Uning manglining chichi oz qanşarlıq keladi. U 7 yil hukm surib, zulm va haqsizlik bilan to'lgan yer yuzini adolat va insof bilan to'ldiradi. Ibn Majahning Hasan rivoyatida Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Mahdi bizdan, ahli baytdan bo'ladi. Alloh uni bir kechada shu maqomga ko'taradi. İmam Müslimning 2942 numaralı hadisida Fatima bint Qays radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalomning jakarchisining "Ey jamoat, namoz qilinglar" degan ovozini anglab, masjidga berib payg'ambar alayhissalom bilan birga namoz o'qidim. Erlarning orqasida saf tutib turgan ayollarning qatorida edim. Payg'ambar alayhissalom namozini o'qib bo'lgandan keyin kulimsiragan holda munbarda o'ltirib, hech kim namoz o'qigan yerdan qimirlamasin dedi. Ondan sizlarni nima uchun yiqqanimni bilamsizlar deb so'radi. Jamoat Alloh va uning payg'ambari bilguchidir deyishdi. Payg'ambar alayhissalom Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men sizlarni bir ishga rag'batlantirish yoki uningni ogohlantirish uchun chaqirmadim. Balki shuning uchun chaqirdimki, Tamim Dari bir nasara edi. U kelib menga bay'at qilib musulmon bo'ldi. U menga mening sizlarga Dajjal haqida so'zlab berganlarimga o'xshab ketadigan mundaq bir voqeani so'zlab berdi.
Men Laxım ve Cuzam kabilesinden 30 kişi bilen birlikte kemiye çıktım. Kemide bir ay deniz dolqulları bilen iliştik. Dolqullar bizni könüp betiş tarafdaki bir aralık ilip badi. Keyin kichik kayıklarga o'ltirib aralığı gördük. Aldığımızga acayip tüklük bir maxluq uçurdu. Onun tüke şundaq köp ekanki, arıq tarafından qarasa aldı tarafı görünmeydi ekan. Uningdan sen kim deb so'ragan edik. U men jassasa dedi. Biz jassasa degan nima deb so'radik. U ey jamoat, chirkovdagi paloni odamning yoniga beringlar. U sizlarni to'tkuz bilan kutyotidi dedi. Uning so'zini anglab qo'rqdik va uning shayton bo'lib qolishidan gumonlandik. Derhal chirkovga berib qomati bekmi yo'g'on bir odamni ko'rdik. Hayotimizda bunday qomatli odamni ko'rib boqmagan edik. Uning qo'llari bo'yniga ching bog'langan bo'lib, tizining tövniga ishkil silingan edi. Uningga "Voy bechora, bu nima ahvol?" deb so'radik. U "Sizlar mening holimdan xabar topdinglar, endi o'zinglarni tunishtiringlar" dedi. Biz arablardan bir jamoatmiz. Kemaga chiqib dengizga yo'l oldik. Dengiz to'lqinlari biz bilan bir oy elishdi. Oxir to'lqinlar bizni bu orqa elib keldi. Qiyiqlarga o'ltirib orolga kirib keldik. Ondan butun badanini tuk besib ketgan bir maxluqni uchratdik. Uning badanidagi tukning ko'pligidan oldi bilan orqasini farq etgil bo'lmaydi. Uning kimligini so'ragan edik. U o'zining jassasi ekanligini aytdi. Biz jassasaning nimaligini so'ragan edik. U bizning mushu chirkovga kelishimizni, bu yerda bizning kutayotgan va xabarimizga mushtaq bo'layotgan birining borligini aytdi. Uning so'ziga asosan bu yerga keldik va seni ko'rdik. Uning shayton ekanligidan gumonlandik dedik. U "Menga Baysan Xormuqidan xabar beringlar" dedi. Biz uni nima uchun so'rab qolding dedik. Uning xonimsini sormoqchiman. U xuddi payg'ambarlari hozir u menga Baysan Xormuqidan xabar beringlar dedi. Biz uni nima uchun so'rab qolding dedik. Uning xormisini sormoqchiman. U xorim daraxtlari hozirmi mey beryapamdi deb so'radi. Biz dedik. Ammo uning xorim bermaslikka oz qoldi. Endi Tabariya ko'li haqida xabar beringlar dedi. Biz uning nimasini so'raysan degan edik. Uningda suv bormi deb so'radi. Biz suvi ko'p dedik. Ammo uning suyining tugishiga oz qoldi. Endi Zug'ar buluqi haqida xabar beringlar dedi. Uning nimasini so'raysan deb so'ragan edik. U buloqda hozirmi suv bormi? Odamlar uning suvi bilan itliqlarni so'rayotamdi deb so'ragan edi. Biz uning suyi ko'p, uning suyidan odamlar itliqlarni sug'uryotidi dedik. Endi savossiz payg'ambarning nima ish qilganligi haqida xabar beringlar dedi. Biz Makkadan chiqib Madinaga keldi dedik. Arablar uning qarshi chiqdimi deb so'radi. Biz dedik. Ularni nima qildi deb so'radi. U endi savossiz payg'ambarning nima ish qilganligi haqida xabar beringlar dedi. Biz Makkadan chiqib Madinaga keldi dedik. Arablar uning qarshi urushdimi deb so'radi. Biz dedik. Ularni nima qildi deb so'radi. Biz ularni mag'lub qildi va ular uning bo'ysundi dedik. Haqiqatan shunday bo'ldimi deb so'radi. Biz dedik. Ularning uning bo'ysunishi bakmi yaxshidir. Men sizlarga o'zimni tanishtiray. Men Dajjal bo'laman. Yer yuziga chiqishim uchun ruxsat beriladigan oz vaqt qoldi. Men Makka bilan Madinadan boshqa hamma yerni kezib, yer yuzida 40 kecha turaman. Mening Makka bilan Madinaga kirishim harom qilingan. Chunki ularning qaysi biriga kirishni xohlasam, qo'lida qilich tutgan bir farishta meni u yerdan yiroqlashtiradi. Chunki uning har bir ishini qo'llashga mas'ul farishtalar bor dedi. Bu voqeani anglatgandan keyin payg'ambar alayhissalom munbarga urib turib, bu Tayba, ya'ni Madina. Buni sizlarga anglatmaganmidim dedi. Jamoat birdak anglatgan eding dedi. Payg'ambar alayhissalom Tamimning aytganlari meni hayron qoldirdi. Chunki uning aytganlari mening sizlarga Makka bilan Madina haqida aytgan so'zlarimga bakm o'xshaydi. Ogoh bo'linglarki, u Sham yoki Yaman dengizida, yo'q, sharq tarafda, shundoq. U sharq tarafdan zahir bo'ladi dedi va qo'li bilan sharq tarafni ko'rsatdi. Fatima raziyallohu anha men payg'ambar alayhissalomdan shundoq anglab olib olgan edim degan. Davomini keyin qadamda qo'yamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.